Qadrdonlar, assalomu alaykum. Olot tumani Navro'z mahallasidagi Sharifota qabristoniga keldik. Kecha bir kun oldin Instagramga mana shu qabristonimizda katta hashar qilamiz, tashkil qilamiz deb video murojaat qoldirdik. Hozir bugun aynan kelishimizni ko'pchiligining xabari yo'q. 5 kishi bo'lib keldik. Xudo xolasa hasharimizni kattaltirish niyatimiz bor. Odamlarni ko'paytirib, ko'p joylarni obod qilish niyatimiz bor. Do'stlar, bitta narsada videoning befarq bo'lmasligi kerak-da. Nimaga deganda hammamizning keladigan joyimiz shu yer ekan. Nima uchun shu yer obod bo'lmasligi kerak? Bizlar obod qilmasak, bizlardan keyin bizlar ham hech kim obod qilmaydi. Qaranglar, joyimiz katta, maydonimiz katta. Bizlarga kuch kerak. Qanaqa kuch? Shu qo'llab-quvvatlaydigan normali kuch kerak. Ishlaydigan odamlar kerak. Kimdadir treneri bormi, narsasi bormi, hammasi Sardor akaman telefon qilsalar, Sardor akam o'zi qachon qayerga kelishni aytadilar. Xudo xolasa mana shu safimiz yanada kengaysa, ko'proq boshqa joylari ham mana shu tozakorligiga o'zimiz jamoa bo'lib o'z hissamizni qo'shish niyatimiz bor. Befarq bo'lmaysizlar, iltimos sizlardan. Videoni iloji boricha tarqatamiz, ko'pchilik ko'rishiga yordam qilamiz, repost qilamiz, videoni ko'pchilik ko'rishiga yordam qilamiz. Rahmat hammaga.